Yo, what's up? Bo'lib nachila. Sizlar bilan yonashaman Froz. Короче, bo'lib, men bugun Bedrock uchun top 5 ta eng zo'r modlarni ko'rsatib o'taman. Bu modlarni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib olishlarini maslahat berardim. Qanday go. Короче, bo'lib, top 5-modimiz ham mana bu şeydir. Qaranglar bu qanday chiroyliligini. WhatsApp. Wow, qani o'tlarni qaranglar. Wow. Wow, ko'ryapsizlarmi bolalar? Короче, bolalar. Bo'ldi, все. 5-modimiz shulardan iborat. Qanday top 4-modga go. Mahmudjon, Bolalar, top 4-modimiz ham mana bunaqa blasterlar mod ekan. Qaranglar bular qanday. What the. Короче, bolalar, bularni hozir sinovdan o'tkazib ko'rsam, qanday o'tadi bular? Buni qanaqadir o'qimi nimadir bo'lishi kerak menimcha. Uncha yaxshi tushunmadim. O'tmayapti-yu. Blaster nima qiladi tushunmayman. Короче, bolalar. U shuda, короче, buni o'qib bo'lsa kerak, o'qi bilan otilsa kerak. Qani bolalar, top 3-modga ketdi. Короче, bolalar, top 3-modimiz mana shunaqa bo'yni kichraytiradigan mod. Shuni mana qo'yasiz, mana oldidan shuni o'yirasiz. Qarabsizki, kichkinasiz. Bo'ldi, mana 3-modimiz shulardan iborat. Qani top 2-modga ketdi. Yo, bolalar boya mod ishlatganimdan keyin katta bo'lmay qoldim. Qaysi birligini topolmadim. Shuning uchun ahamiyat bermaysizlar bolalar. What the qanday tez yuradi. Короче, bolalar, top 3-modimiz Hacker Noob Pro modi. Mana noobslarga noob. Mana Hacker Pro. What's qaranglar bular. Bu NPC modlari. Qimirlamaydi bular. Prosta ursalar salgina qimirlashi mumkin. Bularda serial yoki kino olishda ishlatishlari mumkin. Qanday top 1-modga ketdi bular. Qanday ketdi? Yo, bolalar, top 1-modimiz bizni NPC jitellar mod. Mana qaranglar, what the. Bularni ham serial olishda ishlatsalar bo'ladi. Mana bu lekin yomon ekan, yo'qmadi. Yig'layapti bu. Tepada paydo qilib qo'ydim. Mana shunaqa. Bulardan juddalar-ku. Mahmudjon, Kulyapti. Buni yeb baqiryapti. Bo'y. Bular ham qimirlamaydi. Bo'ldi. Sizlarga ko'rsatadigan modlarni shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimizga o'tib qo'yishni unutmanglar. Hamma modlarni o'sha yerga tashlaymiz. Qani, xayr do'stlar.